Gugum, G.O. Zulfiqar. Sabit Efendi'ni birinchi qitim mahallamizdagi navoiyxona oldida ko'rgan edim. U chaqda bu bestilik, qo'pol ustixon, baquvvat odamning ashu Sabit Efendi ekanligini xiyolimga keltirmagan ekanman. Havaskorlar ziyolilar ichida doim zikri kechadigan, zamonimizdagi peshqadam ziyolilar ichida hamma birdek qo'l qo'yadigan ashu mashhur Sabit Efendining navoiyxonda, ko'chadagi barliq oddiy kishilarga o'xshashla nimkor ishlab yurishi kimning maqlik kelsin deysiz? Mening tushuncham bo'yicha bo'lganda, boshqalar shunday o'ylasa kerak, ularning g'ami, o'ylaydigani odatdagi odamlarniki bilan o'xshamaydigan, qandaqdir boshqa turlik bo'lishi kerak edi. Ya'ni hayotning aqalliy shartlari bo'lgan kundalik konkret narsalar bilan munosabatsiz. Balki oldimizdagi reallikdan tamoman hal qilgan bir xil g'am, o'y-xayollar bo'lishi kerak edi. Bundaq odamlar mana shundoq odatdagi kishilarningki bilan o'xshamaydigan qismatlarga duch kelishi. Bir bo'lsa sirliq va qo'rqinch turmida. Bir bo'lsa qarasak ko'zimiz, uzatsak qo'limiz yetmaydigan yuqori martabada, boy-bayashat turmushda bo'lishi kerak edi. Tarixdan beri ulug' odamlarning oldida faqat ikki xil taqdir. Ya'ni boshqalar tarafidan o'ldirilish yoki boshqalarni keng ko'lamda o'ldirishdan boshqasi bo'lmagan. O'ldirish va o'ldirilishdan iborat eng chekidan oshgan tanlashlarga duch kelmaganlar yoki bizning tasavvurimizdagi Sabit Efendidek uningdan sal to'varroq bo'lganlarning oldiga qo'yilgani bo'lsa, xatolashgan chaqlarida turmaning tasavvur qilish qiyin bo'lgan qorong'u bulung'ida yetish. Aqlanib yoki vaqtini puturib turmadan chiqsala, kishining kirishni xiyol qilishdan mutini aymangudek hashamatlik qo'ronining xufiyona bo'limlarida yanada yuqori bir amalda o'ylab yetish qiyin bo'lgan ishlar bilan mashg'ul bo'lish edi. Men yangi uyga ko'chib joylashib elibla uy-joyi degandek rasmiyatlarni qilib tugatgandan keyin ayolimni yurtga yo'lga soldim. Chunki biz har yili yangi uylardan tegadiganlik haqida emizgilarga go'l bo'lib kutib o'ltirib 3 yilgacha yurtga borolmagan edik. Har qaytimdala jahonning raptoriga kirib olgan apchilamlar bizdan chaqqan chiqib bizga uy tegmaydi. Oxiri yangi binodan uy tegib murodimiz hosil bo'ldi. Aslida hammamizni yurtga berishga tegishlik bo'lsaqmi, yangi uyimizni jabdush degandek ishlar bilan bir oz chiqimda bo'lganimiz uchun sal eg'ir keldi. Yurtga borgandan keyin quruq qo'l bog'il bo'lmaydi-ku. Shunga ayolimni bolalar bilan avatvatdim. O'zim yolg'iz qoldim. Meni sharpsida ayolim xuddi kichik bolani maktabga yo'g'i selayotgan onadek menga topshiriqlarni taplabla ketgan edi. Paypiqingizni har kun oqshom yuvib qo'ysangiz, atdiganda pokiz kiysiz. Hargiz unutib qolmang. Birasi mehmonga chaqirib qolsa, putingiz burab qolsa, sat turdi. Sirtqa chiqqanda o'choqni o'chirmaganligingizni bir qaytim tekshirib yeting. Ha, mahallamizning navoiyxonasi hammadan yaxshi jumu, nashtingizga nonni shu yerdan eling. Ta'limimizga eng taqliq navoiyga qo'shni bo'ptiq. Atdiganda chiqibli bir non akirang, hargiz ko'p elolmang. Qatirib qo'ysangiz keyin yegingiz kelmay buzildi. Issiq ayqirib yang, yaqin bo'lgandikin daymana, dikkida. Ayolim islom topilsa, hukumatning hujjatlaridek quruq, nasihat shoirlarning she'rlaridek shuar to'lashlardek mavhum topilmaydi. Cho'qim har bir ishni konkret o'rinlashtirmay qolmaydi. Topilishlarning ichida nashtam uchun qaysi navoiydan non akirishim aniq belgilangan edi. Rost degandek navoiyda ta'limimiz kelganda qilatdi. Gerçi bu navoiyxona bek qavoq oq ko'chalarda bo'lsa-mu. Navoiyxonaga kelish uchun ashu men va mendeklar ishlaydigan zamonaviy binolardan va bu binolar to'shib ketgan ko'chalardan chiqib oq ko'chaga o'tishga to'g'ri keladi. Ashu hashamatlardan keyin birdilla ko'z oldimizda zohir bo'ldigan bu ko'rinishlar. U bu yerlarda yomg'ir suvlari yig'ilib, ko'lchak hosil qildigan. Suv jimib kelganda bo'lsa, o'rnida michildab turadigan patqoqliqlar hosil bo'ldigan. Bir-biriga rab kelmaydigan har xil materialdan qo'pirilgan, har xil egizlik va har xil sifatdagi tamlardan, o'ylardan mutashakkil ko'rinishlar. Kishini zamonaviy ilmiy rivoyatlarda aytiladigan yoki kinolarda tasvirlanadigan vaqt to'nligiga kirib qolgandek. Davr halqib, o'tgan asrga berib qoldigan ishlar amaliyotga aylangandek tuyg'u berib qo'yadi. Bizning yangi uyimiz joylashgan ashu zamonaviylikning nurlariga cho'milgan ko'chalar bilan bu joy bir-biriga shunchalik yaqin ediki, xuddi qadimiy qiyotash rasmlaridagi buqining rasmi bilan zamonaviy avtomobillarning rasmini bir rasmlik jurnal betida yaqin chaplab bergandek ta'sirot beradi. Yoki oldi yuzidagi go'zal manzarani ko'rib, varaqni o'rsangizlar, maynat bir ko'chada pitbeqib o'ltirgan divonning rasmi chiqqandek tez va tuyuqsiz o'zgarish tuyg'usi beradi.
Demsimi bu ko'chalarning 70 yilning oldida bugungidanmi askiroq ekanligiga ishonishning o'rni yo'q edi. Janub taraflarda mevchivilar to'kma bo'ladigan yiqimliq kuz fasli bo'lsa-mu, Urumchining havosiga ishonch qilg'ili bo'lmaydi. Turupli tomuzdek qizib, asfaltlardan tonur tepdi kelishi mumkin. Turupla qor yig'ishmi mumkin edi. Ana shundaq ishonchsiz havo rayida attigini izg'irin sovuq shamollar yuzlarni nashtardek chaqsa, tushga yaqin yoz bo'lib qoladi. 3-kuni nonga chiqqanimdimi yoki 4-kunimdimi kunimdimidir ish qilib sovuq bir attigini men o'chqamga choy qo'yib yutibla dikkida non ekray deb chiqqanimda shu bastilik. Favqulodda egiz bo'y odam Navoiyxona beqindagi o'tinxonning oldida o'tin yerayotgan ekan. Uning qanchalik zabardast, baquvvat ekanligi zarb bilan palto urishlaridan bilinib turadi. Men dal nonga pul tanglayotgan arada qutturliq pishgan nonlarni qo'mirib, qiziq nonlarni xaridaga sunayotgan shapburtliq 50-60 yoshlardagi Navoiy Sabit apandi deb to'ldi. Sabit apandi o'tin yerayotgachqa ikkinchi qatimda ondan anglab javob beribdi Navoiy. Dutni kichkina ichib qo'ysangiz bo'pti-kan, dedi. Men havoning so'g'ida qo'limga qo'ymoq shaqqan issiq nonni elib uyga yugurdim. O'choqqa choy qo'yib qo'yganim haqiqatan aqlimda bor-da. Mana shundaq ahvolda men ashu imkoni zamonimizdagi mashhur shaxs Sabit apandi deb o'ylashim mumkinmi? Aksicha, men tex Navoiy ustamni ayblab ekanman. Mushu oshpaz Navoiy deganlar mushu xo'jayinlikni bek oshirib etdi-da. Nimkorlarni eriq etini atashga gejgisi qo'ymamdikin. Doimli bo'lmug'ur laqamlarni qo'yib chaqirdikin. Qarmamsizlar, bunisi-mu o'zi bilan taqdimatlik, balki o'zidan cho'ng odamni masxir qilib, apandi deyapti. Ana shundaq bo'lgan edi. Men atiganlari heliqidek bek oldirasa chiqadigan bo'g'ashqa Navoiyxona oldida ortiq hayal bo'lib turolmaydim. Ammo hurulliqimning xosiyatida tamoq etishga ancha xush yoqmag'ashqa ko'p chog'larda kechlarimi issiq non bilan bir taxsi qo'rimni qo'ribli o'zimni gollaydigan bo'lib oldim. Shunga ko'p chog'larda ishdan tushgandan keyin Navoiyxonaga chiqadigan bo'ldim. Aslida mana bu menga bayqi talayni baxsh etdi. Ba'zi oqshomlari havo yaxshi bo'lib qolsa, yaqin atrofdagi bekorchilardan ba'zilari Navoiyxona oldiga kelib, o'tinxona oldidagi ko'takda o'ltirishib parang selishadi. Bu paranglarga Sabitni muqitib olishga tirishadi. Sabit faqat o'ziga qaratilgan savollarga qisqa javob berib, bo'lmasa suhbatga munosabatsizdek bir chetda o'zi xiyoli bilan o'ltiradi. Yoki o'z ishi bilan mashg'ul bo'laveradi. Bu odamning zabardast bo'ybastiga qaramay, uning chiroyiga yillar baxsh etgan qo'riqlardan. Baxtsizliklar, ochiq kashmishlarning iznasi uning kimligidan xabari bo'lganlar tarafidan his qilinadi. Uning ashu yo'g'on bastini ko'tarib turgan putlari besib o'tgan musofirlarning uzunligini hisoblashning imkoni yo'q. Uning dramatik to'qinishlarga to'lgan hayot hikoyasining poyoni yo'q bo'lsa-mu, uning g'amkin chiroyidan daraxt qo'zaqlariga o'xshab qolgan yuzlaridagi yil halqasidek siziqlardan boshqa psixik ifodalarni o'qig'ili bo'lmaydi. Men non elib pulini to'ligicha oraliqda ularning suhbatlaridan ba'zilari quloqimga kiribmi qoladi. Bir kuni Navoiyxona oldida uzun ko'takda o'ltirishgan bir to'p kishi Sabit apandini gapga tutayotgan ekan. Uning qo'lida oq plastikmi, so'ngakmi, ish qilib oq bir nimadan yasalgan chiroyli bir mushtak turadi. U mushtakni qo'lida o'ynab turib bir nimalarni devatadi. To'ptikilardan biri chaqchaq yoki masxirga o'xshab ketadigan ohangda. "Apandim, mushtikingizga bir sap beraymi? Chekib olamsiz?" degan edi. Sabit apandi nihoyat tabiiy ohangda sodda dilliq bilan rahmat aytib rad qildi. Yana biri uningdan tamaki chekadigan chekmaydiganligini so'ragan edi, u chekmaydiganligini aytdi. Shuning bilan biraylan qiziqib, "Ammo hamisha qo'lingizda mushtakni ko'rman. Chekmasangiz buni nima qilsiz? Yoki burun chekkanmi?" deb so'radi. Men bu mushtakni 1934-yili Qashqar Do'tay Yomulning oldidan tepib olgan. Shu zamonlarda bir qitimni ikki tatib baqqan edim. Mushtakning turbasi sunib ketgan bo'lsa kerak, keyin uni aplabgina himlab yarabanti bilan chaplab olgandek qiladi. Aslida oppoq bo'lgan yarabanti doimla mijiqlanaverish natijasida kirlishib, asli rangini tamoman yo'qotgan edi. Kechda ancha oldirmaydigan bo'lganim uchun bu yerda bo'layotgan suhbatga ashunchalik quloq mehmini bo'lgan edim. Bu chog'dami bu odam haqida hech qanday alohida inkosda bo'lmadim. Ammo bir kuni ishdan baldur qaytib kelgan edim.
Aslida bir oz saqsiz bo'lib doktorga ko'rinmoqchi edim. Doktordan chiqib takrar ishxonaga borg'im kelmay yenib keldim. Bunchalik bahona bilan ishdan chiqqan odamlarning baldur beka bo'lsa ishxonaga qaytadiganlari yo'q edi. Men nemishqa qaytadi ekanman? Uyga ketay deb o'ylab qaytib ketib etib, keyin yana chiqib yurmaslik uchun tayinliq non og'ashli kirib ketay degan niyatda Navoiyxon taraf bilan mengib edim. U yerda bak esil bir pikapni ko'rib qoldim. Hozir bundaq import pikaplarni faqat rayonlik hukumat va shaharlik hukumat amaldorlarila minatdi. Shunga tabiiy qiziqib qolgan edim. Acaba bizning mahallaning novi dangliq bo'lg'ashqa amdiza raislarmi mushnondan akaldirdigan bo'ldimi qandaq? Yiroq-tiroq O'tunxonning bu tarafidarak shahar boshlig'ining kotibi Sabit apandi bilan bir nimalar deyishayotgan ekan. Bu meni texmi qiziqtirdi. Ularning nima deyishayotgani, hatto nimalar haqida gaplashishi mumkinligimi qiziq bir tema edi. Agar biror so'z anglab qola olgan bo'lsam, so'z temasini faraz qilishga bo'ladi. Afsuski, men yaqin bag'icha kotibilik esil mashinaga o'ltirib ketib qoldi. Bu haqdagi qiziqishimni bosolmay Navoiydan so'ray dedim-u, yanila buni bir tasodibiylik yoki balkim bu odam bilan kotibning tuqqandochiligi bo'lsa degandek tafsirlar bilan tushunishga tirishib o'tkazib Agar yana bir necha kunlardan keyin Ijtimoiy fanlar akademiyasining raisi G'appar Yo'ldosni bu yerda ko'rib qolmagan bo'lsam, Sabit apandining kimligi haqida faqat bir nimkor, ishlamchi deb o'tib ketaverdim. Ammo endi bu ishga qarata qiziqishim palakka yetdi va buni aniqlab ichimda bir nima tatilab aram bermasligi aniq. Kichik ro'jak oldiga kelib, tonur beshiga yeyib etilgan issiq nondan birini elib, qasdan butun pul tanildim. Shapurut Navoiy g'alla sanduqini tiklab, men qaytirgan qadar poch pullarni izlayotgan fursatda uningdan so'radim. Raislarmi Navoiyxoningizga ko'nibdimi nima? Sarangmisiz? Nonga kelamdi ular. O Sabit apandi bilan ko'rishgili kelmamdi, dedi Navoiy erangsizlik bilan, xuddi hamma odam bildigan bir ish to'g'risida gap qilayotgandek. Uning qeyriligiga baxmay nagidir teyib turadigan ko'z nurlari uning topgan pulining payzini surib, tazimi sayoq yashgan kechmishini pash qilishga fursat marab turayotgandek edi. Ha, bu Sabit apandi degan sizga ishlayotgan odam deyotamsiz yoki dedim texmi aniq bo'lsin uchun. Ha, shu. Siz Sabit apandi deb anglab baxmaganmi? Anglagan, tova, nima deydigansiz? Bu ashu dedim hayronligimni yo'shira olmay. Endi bo'lsa Navoiyning ko'zlari bir narsaga taqilib to'xtagandek. Bir tenim g'ildirlashdan qetibli to'xtagan bo'lib, go'yo nimandaq döt nimasan oy deyotgandek menga ko'ranglarcha va balki zo'rambozlarcha tikilgan edi. Shu tikilishi bilan, ha, shu. Shu. Sayfiddin apandining savoqdishi. Burunlarda, katta o'rinlarda ishlagan odam ekanmish, dedi-da birdilla men tarafdan ko'zni ilib ketdi. Endi hech gumon qolmagan edi. Biroq bu qandoq bo'g'ini? Shu Sabit apandining Navoiyxonda ishlab yurgani nimasi? Shahar boshlig'ining kotibi nimishqa kelgan bo'g'iydi? Palla akademiyasining raisi-chu. Balkim uni asliga keltirish ishlari ketyapsa kerak. Chunki hozir parlaq 3-umumiy yig'in ichilib, tarixdagi barliq xato va yolg'on delolarga qarilyotdi. Buni Navoiydan aniqlag'im kelib o'zimni tutolmadim. Qaytarilgan pullarni yanchiqimga sag'ach. Ha, demak, bu odamni asliga keltirdigani deyishayotgan gapkanda. Nemishqa ishxonasiga chaqirtib yoki bir mehmonxonaga olib so'zlashmagandi? Sabit apandini bilmaydi ekansizda. Uni ashundaq ishxonaga chaqirganga boradigan odam demsiz? Navoiy endi diqqatni o'z ishiga qaratdi. Qo'li o'z ishida bo'lg'ach, menga qo'shimcha sifatida javob beradi. Endi hammasi aniq bo'ldi. Uning jahil mijozi haqidagi rivoyatlar raskanda, uning bilan tanishib olmoqchi bo'ldim. U o'tunxona oldidagi ashu qiymiyomi bo'lib ketgan ko'takda o'tiradi. Qo'lida hiliqi mushtakni tutib olgan, to'xtamay silab yoki u yoq bu yoqqa aylantirib turadi. Necha vaqtdan beri unchalik ko'zimga ilmagan bu nimkor bo'vay endi birdilla surlik, bir nopuz egisiga aylanib qolgandek. Uning oldiga berib qo'l tanglashga, o'zimni tunishtirishga jur'at qilolmay qoldim. Chunki bu hamisha ziyolilar orasida ismi zikriga qilinib turadigan, xalq orasiga nurg'un ta'sirli hikoyalari, g'alitiliklari, Nasriddin apandiga o'xshab ketadigan gap so'z qilmishlari, hatto qahramonlik qissalar taqilib yurgan mashhur shaxs shu edi. Eqib yurgan gaplarning zamon e'tibori nuqtasidan uning yashi haqida ro'shan qiyosimiz bor edi.
Ammo bu odamning yosh yigitlardek o'tin yerishlaridan o'zining yoshiga ko'ra ko'p quvvatli ekanligi mana deb bilinib turadi. Nenimni qo'ltiqimga qistirib uyga qarab mangdim. Ammo jur'atsizligimni to'xtamay ayblaydim. Ati qandaqlik bo'lmasin bir fursat tepib uning bilan cho'qim tanishib olmasam bo'lmaydi, deb o'z-o'zimga va'da qildim. Ammo bir narsa yuragimni tilib azoblaydi. Kimnidir tillig'im, ayibligim, la'natligim keladi. Chunki u bu millatning barmoq bilan sanaydigan bir necha mashhur odamining biri. Balki eng ta'siri cho'ng birisi edi. Uning ashundoq bir yerda ishlab yurishi kimning gunohi? Balki bu taqdirning menga ato qilayotgan bir fursati bo'lsa kerak. Chunki agar u o'ziga munosib bir o'rinda bo'lganda edi, menga o'xshashlarni uni ko'ra olishim mumkin emas-ku. Agar mushundaq fursatda uning bilan bir tanishib ololmasam, meni erkish digilim bo'lmaydi-ku. Va'dam qat'iy edi. Şoňa ätisi iradamning bo'shishib, yana jur'atsizlik ifoda qilmaslik uchun o'z-o'zimga madad bergan holda Navoiyxona oldiga keldim. Avval uning haqida bir oz uchur egilib olish uchun Navoiyni suhbatga tortdim. Sabit apandi qayerda o'tirdi? Osh o'tinxonaning yendiki eshikni ko'ryaptamsiz. Osh apandimning uyi shu. Qardim. Ko'rinib turibdiki, bu yer aslida o'tinxona bilan u yoqdagi koni binoning orasida shakllangan tochuqning oldida bir eshik bekitibla ustini yepishdan shakllangan uy edi. Uydigichilikmi yo'q uy edi. Bu araliq 120 cm atrofida keladi. Uning uzunligi qanchalik ekanligini bilgili bo'lmaydi. Rangimning tutilib ketganiga qarab Navoiy qo'shib qo'ydi. Teshidan shundoq ko'ringani bilan ichi guldek bir uy. Shug'unisi bekta bir karvat kengligidan bir ozli eshib qoladi shu. Ammo uzunlik 6 metrdek keldi. Sabit apandi bu bekatarchuqni shundoq jo'ndidiki, hayron qolsiz. Bu odamning boshqa turg'idagi yeri uy yo'qmidi? Xizmati hal bo'lmayotamdi ya. Boshqa uy yo'q. Xizmati asiga kelishi-g'o keladi, balkim. Ammo bu kaj odam rad qilayotgandek qiladi. Yiliq kelib ketib turayotgan cho'nglar shu ish bilan kelyapsa kerak. Ammo u qirg'an odam bo'lgandan keyin hadab qo'yib pensiyaga chiqib olsa, oxirgi umrini oshnindan g'am yemay o'tkazmasmidi? Allah biladi. U odamga kim salo qila oladi? O'zining bir bilgini bor-da. Bu uchurlardan ko'nglimda shu qaror topdi. Endi uni aşı uyiga izlab kelsam bo'ladi. Atrofdan odam uzilgan chaqda sal kechroq tikasam bo'laverdi ekan deganlarni ko'nglimga bukdim. Ammo tanishishdan burun kechda ayrim kelib uning eshigini qaqsam, bu qaqvashqari gumansirab qolish cho'qim. Yiqib yurgan hikoyalardan faraz qilish tasamaski, uning jafo mushaqqatga, falokatga, baxtsizlikka to'lgan kechmishi uni gumonxo'r qilib qo'ygan bo'lishida gap yo'q. Men Navoiyning yendan ayrilib atrofga ko'z yugurtdim. Sabit apandi qo'lida palti bilan bir ko'takni yerishga hozirlanib turgan edi. Tanishib qolayli. Mening ismim İlyas, nashriyat ishlayman. Shundaq debla qo'limni tangdim. O'duqishimni yo'shirolmay qoldim. Keyincha shuning afsuslendimki, ishning bismillahsida uningga ancha yoqmaydigan usul bilan gap boshlabdi ekanman. Chunki u bek taqvodor odam bo'lg'ashqa mening assalomu alaykum deb qo'l tanglamaganligimni bek yoqtirib ketmagan ekan. Bunisini keyin bildim. Ha, men Sabit, dedi u oddiyla. Qetib ketgan yo'g'on qo'lini menga uzatib. Xuddi odatdagi odamlardek, uni hech kim bilmaydigandek bir xil tabiiy tuzlik bilan. Uning qattiq qo'lini siqayotgan arliqda ixtiyorsiz holda uning chimchiloq barmoqining birinchi bo'g'imi yo'q. Cho'loq ekanligini ko'rib, yuragim jig'g'idi qilib ketdi. Bilman, dedim texicha o'zimni tutib ololmay. Sizni kim bilmaydi? Kichik chog'larimda haqqingizni ko'p anglaydim. Mana endi ko'rishishga nasib bo'pti. U bir xil ma'yus kulimsirash bilan qarab turardi. Ammo uning odamlarning ko'ziga tikilib qaramaydiganligini, tartinchoq boladek bir xil ifodalarini tunji qatim bayqadim. Men mush yaqinda o'tirman. Yaqinda ko'chib keldim. Agar zeriksangiz har zaman xonimizga tashrif qilsangiz sharaf his qilamiz. Bu gaplarim bek rasmiyatchilik bo'lib ketdimi qandaq deb ikkilinib qoldim. Yezlardagi dardmand dehqonlar amaldorlarning oldiga hol aytib kelganda xushomat qilib deyildigandek gaplarni qilib ketganligimdan xijolat bo'lib ketdim. Birdam yerim damilib paranglashib o'tirmiz. Rahmat. Men u chaqlarda mutaqoning birinikiga shundoqli paranglashqili bordiganlardan emasligini mo'ljarlayamagan ekanman. Ammo uning tartinchoq boladek o'zini tutishlaridan bir oz pamlimadimmi emas. Shunga qo'shib qo'ydim. Yoki bo'lmasa men kasami bo'ladi. Ish qilib, mening siz bilan bakmi paranglashqim bor.
Allah nasip qilsa, dedi u oddiyla. Uning bu qadar kam so'zligi meni bir oz umidsizlantirishga boshladi. Qandoq qilsam uningga yiqib qolamankin? Hozirning o'zidila bek to'la so'zlab uni zeriktirdim-ku deyman. Buguncha shu yetar. Uning bilan xayrlashib uyimga qaytdim.